Hem biz şu Photoshop'ni tushunish uchun, mush yumshoq detalni ishlatish uchun bu yumshoq detal zoti qanday ishlarni qila oladi? Buni tushunishimiz kerak. Eng avval. Ya'ni mushu yumshoq detal qaysi xil hujjatlarni bartaraf qila oladi degan yerdan kelamiz. Hem bu har qanday bir rasm hujjatni bartaraf qila oladi. Biroq bartaraf qilish usuli shu xil rasm hujjatininki xosligini saqlab qola olishni atayin. Masalan, Illustrator'ni ilib aytsak, buni AI altida surat bartaraf qilgan bo'lsa, uni ma'noga chiqsak, ba'zi bir alohida xarakterlari yo'qolib ketish ehtimolligi bo'ladi. Rang yoki shunga o'xshash alohida tanlashlari. Ham buningki bartaraf qilgan surati bilan shu xil suratlarning alohidligini men tunishtirib o'tay. Birinchi bo'lib biz mush Photoshopning o'zining hujjatini ko'rib boqaylik. Ya'ni PSD hujjatini saqlay bir nusxa. Hujjat degan ishga kirib, saqlash degan o'rindan boshqa nom bilan saqlash degan turni bosdim. Knopka taqsidan Shift Ctrl S birikma knopkasini bossam bo'ladi. Ya'ni Shift ni Ctrl ni S knopkasini birla bossam. Ondan ekran ustiga sir deb yozay. Sir PSD ekangu o'zining saqlaydigan, PSD tipli hujjat. Buni saqladim. Ham bu PSD tipli hujjat Photoshopning o'zining hujjati. Yüz bir taraf qiladigan. Photoshopning ichidagi ma PSD ni o'chirib turib, ochni ochayman ekranning ustidagini. Hujjatning ichiga kirib, ochdim. Sirg'o. Hech qanday o'zgarish yo'q. Maya qaraymiz. Qavat bo'yicha rasm o'z holatida hech qanday ya rangda, ya sifatda, ya qavatda o'zgarish yo'q, berkishim yo'q. Demak, Photoshopning hujjati o'z loyihaligining har bir dani qavatni osti-usti qo'yilgan har bir narsani ayrim saqlab turdi. Biroq buning bir kamchiligi bor, sig'im cho'ng. Ya'ni ma hujjatning sig'imini xosligidan ko'rsam 1.8 megabayt ekan-ku, sig'imi cho'ng. Ammo ortiqchiligi sifatda o'zgarish bo'lmaydi, qavatni biriktirib etmaydi. Masalan, keyin siz ma'ni da yo'tkay desangiz, ayrim yo'tkagil bo'ladi. Ma'ni yo'tkay desangizmi, ayrim ko'rinishgan. Ma'ni yo'tkay desangizmi, ayrim bir taraf qig'il bo'ladi. Shundaymi-ki? Demak, qavat berkib ketmaydi, sifatga ta'sir etmaydi. Rangda o'zgarish bo'lmaydi.